Tak, bugun men Vizent va Steve'ni jangi 3-qismi chiqdi. Bu qanaqa desangiz, bu bilganingizdek men bilan Vizent urushadi. To'g'ri, bu noqonuniy ish, lekin Vizent men bilan urushadi. Chunki Vizent mendan boshqa hech kim yuta olmaydi. Hammani yutadi mendan boshqa. Chunki men nomim Minecraft aka bilan urushadi bugun. Minecraft aka bilan Vizent juda holati. Vizent sig'adigan joyga bedrock qo'yamiz. Chunki obsidianni ham yo'q qilish mumkin. Pastni ham bedrockdan qilamiz. Birinchi Vizent qo'yib olaylik, hali qo'ymay turamiz. Ikkita kallasini qo'yamiz bo'ldi. Keyin ikkita kallasini qo'yib qo'yamiz va Vizentni kattagina joyga bedrock bilan o'rab qo'yamiz. Tak. Mana shunday. Buni ham bo'lamiz. Qo'yib yuboribman yana. Buni ham qo'yamiz. Tak, buni ham qo'yamiz. Mana shunday. Vizent hali bu yoqqa kela olmasi kerak. Yana bitta Vizent quribman men. Tak, bu juda qiziq bo'ladi. Videoga yaxshilab joylashib olasizmi? Men videoni boshlayman hozir. Faltumlar uchib yuribdi tepada. Faltumlar kelishga boshladi. Tepani ham o'raymiz, uchib ketmasligi uchun. Yon taraflarini o'rab olamiz. Agar paydo bo'lmaydi bu. Mana shunday. Vizent bilan o'zimni urishtirmoqchiman. O'lvoraman-ku bir deganda, mayli. Vizent va o'zimni urushtiraman hozir. Eng yomoni bu. Vizent meni 6 sekundda o'ldira oladi-yu. Anardan chiqa olmasligi uchun ham bo'ldi. Shunday chiqaramiz va hozir men survivalga o'taman. Mana shunday qilamiz. Mana shunday qilamiz va temir olamiz. Bunday olamiz. Buni ham keyin nima olamiz? Albatta bu yoqqa bunaqa olamiz. Keyin nima kerak menga? Tak. Ikkita qilgan ham ortiqchalik qilmaydi. Tak. Vizent kallasini qo'yib olamiz birinchi. To'xtinglar, pastga e'tibor bering. Mana yerda teshib qochib ketak. Mayli, bu yerlarni temirdan qilaman. Temir emasgina kuchli. Uncha kuchli emas. Vizent kallasini qo'yamiz birinchi. Bu yerdan qochib keta olmasligi aniq va men survivaldan o'taman. Vizent bilan urushaman. Hech qayerda o'ta olmaydi bu.
Anono. Kayak ketdi. Men senga. Yana bitta senga. Ol. Mazini olamiz. Men senga. Ma, Wizant. Seni qo'rqaman men. Wizant'ı yutaman ha. Va golemni o'zim keyingi qismda golem va o'zimni urishtirmoqchiman. O'zanga voy yaxshi chiqdi. Endi komanda o'qi ta'sir qilmaydi bunga. O'lib ketsamman. Sen qayerdan kelding, Wizant? Kömürler nima kerak menga? Voy senga komanda o'qi o'tmaydimi? O'tmaykan. Men senga osanki Bedrock'ta qanday sindirdi bu? Bu temirdi. Voy, Wizant bir yerdan o't olmaydi. Bedrock'um yo'q. Kılıç bilan uramiz. Eppa. Komanda o'qi ta'sir qilmaydi, esimdan chiqdi. Va Wizant'ı yutishim kerak men. Passinga uraman. Yutdim men. Yutdim. Ne düştü? Doğru nerede düştü? Wizant mayli bo'lar. Sizlar uchun ertaga Wizant va kimni urishtirmagan Raiderlarni o'zimga urishtiraman. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling.